Assalamu alaykum vatan ishchi va sirtdagi barliq Uyg'ur qarindoshlar. Men Gulshan Abduqodir. Men Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugun men sizlar bilan Xitoy g'ulaydigan oz qoldi nomli programmamning 4-qismi orqali yuz ko'rishib o'tiribdiman. Bugungi programmamning temasi bir yo'l bir balbog'ni bo'ylab Balujiston va Baluch ozodlik harakati tashkiloti. Baluchlar kimlar? Baluch Azadlık Hareket Teşkilatı zat qandaq bir teşkilat. Bu teşkilat bilan Xitoyning qandaq munosabati bor? Xitoy Pakistan iqtisodiy koridori, Gwadar porti. Mushu muhim Xitoyninki atalmış şehrin tushini bo'ylab Gwadar portigacha Xi'andan Gwadar portigacha tutashgan bu şehrin yo'lida Baluchlar ve Balujiston xalqi, Balujiston azadlık armiyasi o'zining zemini, o'zining qimmatli narsalari, o'zining boyliqlarini qo'g'dash yo'lida Xitoyning oldiga qanday chiqyotidi? Shu masalalar haqida bugun mulohaza qilib boramiz. Asosan men programmamning asos markaziy ideyasiga o'tishdan burun o'tganki programmamda men Panama kanali haqida azroq to'xtalgan bir program ishlagan. Panama kanaliningki shu kirish ig'izi va chiqish ig'izlarida Xitoy nemalarining shirkatlarining egallab olganligi. Kanada Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio abandining bu vaqtdagi andishalari haqida to'xtalgan edim. Agar bir ish bo'lib qolsa, bu shirkatlarga Xitoy buyruq tushaganda bu Panama kanaliga kirish va chiqish ig'izidagi shu kemalarning, paraxodlarning o'tishiga to'sqinlik bo'lganligi haqida andishalar borligi Amerikaning haqida to'xtalgan edim. Marco Rubio apandi o'tgan hafta shu Panamaga ziyoratga berib, bu masalalarni hal qilib keldi. Bu yerda Xitoy shu Panama kanalininki kirish va chiqish ig'izlarini Xitoy shirkatlari orqali mablag' selib, bir yo'l bir balvoq qaysi to'siqqa patirib qo'yish orqali mablag' selib, agar tasodifan Tayvanga hujum qiladigan bir ahvol bo'lib qolgan vaqtida Amerika paraxodlarininki bu yerdan o'tolmasligini asos jihatdan kontrol qilib bo'libdi ekan. Marco Rubio apandi ular berib Panama bilan so'zlashib masalalarni hal qilgan bo'ldi. Xitoyninki bu yerga qurib olgan bu ko'zoynakli jilonning bu yerga qurib olgan bir hilisi, bir to'ziqi, bir ugisi, ya'ni cho'p tashlangan bo'ldi. Bu biz uchun Uyg'urlar uchun xo'shallik bir xabar. Chunki Xitoyning hiyla nayranlarini dunyoning tunib yetayotganligining bir ifodasi. Undan boshqa Xitoy shu Panama qatorliq davlatlarga mablag' selishga maqsadi birinchisi, ya'ni kambag'alchilikdan qutuldirman deb siliq sipoy yumshoq gaplar bilan aldamchilik qilsa, yana birisi to'xtam qo'lni qo'yg'iziliblam sen bir jungo prinsipini e'tirof qilaman, men Tayvanni tonimayman degan, Tayvanni e'tirof qilmaydigan kuchlarni ko'paytirishdan iboratdi. Inshaalloh asta-asta birdan dunyo Xitoyning razil abdi bashirsini tonib yetyotidi. Uvullari cho'lyotidi. Biz kichik vaqtlarimizda oltin beliqning hikoyasi batdi, oltin beliqni berib bir eski kapidagi bir mo'may oltin beliqni berib, voy oltin beliq men andaq nima, mandaq nima. Oltin beliqning berganligi onun to'ymay yana ikkinchi qitim undan cho'ngroq nimani talab qilgan, undan to'ymay yana cho'ng nimalarni talab qilgan, oxirida u mo'mayning eski kapisiga qaytib, eski kapisiga asli kelib qolganligidek bir hikoya batdi. Bu hikoyani butunlay hozirgi Xitoyning butunlay qo'llarini butun dunyoga yamirtayotgan, to'ymayotgan energiya, to'ymayotgan ichirqab ketgan shundoq bir holatini shu oltin beliqning hikoyasiga o'qish to'g'ri keldi. Oltin beliqni biz dunyo desak, dunyodan tilavatidi, o'zining shaxsiy manfaati uchun hamma qimmatli yerlarni egallab bordi. Oxirida dunyoning qo'li bilan Xitoy o'zining eski kapisiga, aslidagi 19-asrdagi Sharqning kasal ko'pisi degan holatiga qaytadigan bir shay bor. Inshaalloh shunday bo'lar. Endi tarixdan bugungacha bo'lgan jarayonda, bugungi dunyoning shakllanishida İpek yoluninki muhim rol oynab kelganligini
İpek yolu'nun ki mühim rollarını oynayan mezgillerde Uygurlarning nihoyatda tarixda qimmatli rollarni o'ynab kelgan nihoyatda jasur, qahramon bir mezgillar İpek yolu'nun xo'jayini bo'lgan İpek yo'li shu Uygurlarning kindiki yuragini kesib o'tmay G'arb bilan Sharq o'zaro tutisholmaganligi, din, madaniyat hammasini almashtirishda Uygurlarning va Uyg'ur vatanining nihoyatda muhim rol o'ynaganliklari haqida to'xtalgandim. Shu programmamda to'xtalganimdek ba'zida İpek yo'li dunyo tartibini qurib chiqishda muhim rol o'ynagan, ba'zida o'z qurib chiqqan shu dunyo tartibi tarafidan taqab qo'yilgan yoki e'tiborsizlashtirilgan, ba'zida etak, ba'zida yoqi bo'lgan bir yo'l ekanligini ta'kidlagandim. İpek yo'lining hozirgi ahvolimi, hozir Xitoy egallab olgan ahvolimi kelajakda cho'qim o'zgaradi inshaalloh. Uyg'urlar yani qad ko'tarib chiqadi, xuddi Yusuf alayhissalom quduqdan chiqqandek. Bunga ishonchimiz komil. Hammamiz ham bunga cho'nqur ishonishimiz kerak. Endi Balujiston qayer? Baluchlar kim? Balujiston Pokistonning g'arbiy janubiy, Pokistonniki g'arbiy janubiy, Eronning janubiy va Afg'onistonniki janub qatorliq 3 davlatda tarqoq yashaydigan Baluch yoki turkcha Baluch deb qo'yilgan, inglizcha Baluch deb ataydigan, deb atiladigan bir millat yashaydigan territoriyani ko'rsatadigan bo'lib, Baluchlarning ko'p qismi, ya'ni 15 million Baluch xalqi Pokistonning g'arbiy janubida yashaydi. Hozir Xitoy qor qo'lini so'zib tortib olmoqchi bo'layotgan Xitoyning ichirqab ketgan neft, energiya va tabiiy gaz ehtiyojini qisqa yo'l orqali qamday oladigan Goda porti shu Pokistonning g'arbiy janubidagi Balujiston rayonida joylashgan. Tarixdan buyon, uzun yillardan buyon bu kichik bir baliqchilik shahri bo'lib, tarixdan buyon Baluchlar mishada baliq tutib, baliqlarni setib, shundoq o'zining turmushini qamdab kelgan. Xitoyning dunyoga ichilish va dunyo xo'jayin bo'lishdan iborat razil niyat, qor niyati Uyg'urlarni dastlab chaylab, lagerlarga qamab, Uyg'ur degan bir millatni bu zaminda yashamagan qilib etishdan iborat qor niyatini amalga oshirib, millionlagan Uyg'urlarni lagerlarga tashlagandan keyin Uyg'urlar bilan taqdirdosh bo'lgan, qismatdosh bo'lgan shu Balujistondagi Baluch xalqiga nazarini tikkan Xitoy ambiyanilik o'zlaricha Guangzhou, Shanxaylarni islohot etishdan keyin Deng Xiaoping o'tirg'a chiqib, Guangzhou, Shanxay, Shenzhen, Yiwu qatorliq kichik shaharlarni kichikkina kasaba deb qo'ydi, turkcha shu yerlarni mablag' setnayt cho'ng eksport shaharlariga aylantirganga o'xshash. Endi bu boshqa davlatlargacha atlab kelib ashalarni cho'ng bir nimalarga shaharlarga aylantirib, port shaharlariga aylantirib, bu yerga Xitoy ko'chmanlarini ko'chirib kelib, Baluchlarni bu yerda az sonliq millatga aylantirib qo'yib, xuddi Uyg'urlarni qilgandek, xuddi Uyg'urlarning zimoniga bostirib kelib, Xitoy ko'chmanlarini to'kma qilib, boshda qonlarimizni tozalab turib, uylarimizni supurib turib, buvay-momaylarning chechini, soqollarini ep qo'yib, mushtaq kelgan Xitoylarning 70 yil o'tgandan keyin hozir Uyg'ur degan millat bu yerda yashamagan, biz bu yerning egisi deb millionlagan Uyg'urlarni lagerlarga tashlab, Xitoy ko'chmanlarini ko'chirib ekilish orqali Uyg'urlarni oz sonliq aylantirayotganlikdek taktikani shu Baluch xalqiga qo'llanmoqchi bo'lgan. Baluchlar ilgari shu Pars imperatorligi, Arab xalifligi va keyin inglizlarning boshqarishida bo'lganligi sababli ko'p xil madaniyatlarning uchrashishi nuqtasi bo'lib kelgan. Balujiston degan bu ismni Baluch va Brahuy tilidan olgan. Bular bir qadimgi millat bo'lib, shu Balujistonning indigenous people, ya'ni yerli xalqlari bo'lib hisoblandi. Balujistonda mis, oltin, tabiiy gaz qatorliq yer osti boyliqlari intayin mo'l bo'lib, shundaq qimmat yer boyliqlariga ega bo'lgani qarmay, Balujiston kambag'al bir rayon bo'lib hisoblandi.
bu yerdagi Balujiston azodlik tashkiloti, ya'ni Balujiston Liberation Party deb qo'ygan inglizcha ismini. Shu Balujiston Liberation Party, ya'ni Balujiston azodlik partiyasi Xitoyga, Xitoyning bu Pokiston bilan birlashib qurayotgan shu Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining Pokiston va Balujiston shu rayonda muvaffaqiyatli bo'lishiga to'sqinlik qilayotgan, qarshi chiqayotgan, Xitoyning oldiga qurolliq chiqayotgan bir qurolliq tashkilotdan iborat. Balujiston azodlik harakati tashkilotining to'g'ri betidimi ham bayonotlardimi Balujiston xalq azodlik tashkilotining Balujiston xalqining haqlarini dastlabchaydigan, chet elliklarga boshqa yotlarga foyda saqlagan, foyda manfaat olib kelgan, yerlik xalqni chetga qoqqan tajovuzchi bir tajovuzchilik harakatlariga qat'iy qarshi turganligini Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorining dal mana shunday tajovuzchi ham Balujistonni mustamlika qilish bir projesi ekanligini izchil ilgari surib kelayotgan partiyalarning biri. Buni asosiy maqsadi qarshi turish, buni yo'l amalga oshirmaslik, bir Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorini. Endi ko'p qatam shu nimada Xitoyninki bir yo'l bir balvaga sherin tushish ichidagi Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorida xizmat qilayotgan nurg'un Xitoy xodimlari va ul muassasa nishonlariga shu ililish xarakterdagi terrorlik hujumlarini ifoda bu partiya. Hem şu CPEC deb qo'ydim, Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori munosabatli to'rt bekatlarga nurg'un qatam yuqori darajadagi hujumlarni ifoda. Demak, Xitoy bu Pokistonda Pokiston iqtisodiy koridor, Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorida muvaffaqiyatli bo'lolmadi, chunki Xitoy xush olib ketgan. Bu yerda uzun masalan Sharq Turkistonda shu Pokistonga tutishgan dal chegarada Qoraqo'rg'on tog'larini teshib biz o'tib Xitoy Pokiston yuqori sur'atli tosh yo'lini yasadik. Bu yerdagi uzun yillardan buyon mustaqillik o'tlari o'chib qolmagan Uyg'ur degan bir millatni jazo lagerlariga tashlab, yo'q qildik, turmalarga tashlab, yo'q qildik, ziyolilarni, yozarlarni hammasini yo'q qildik. Bularni bosh ko'tarmaydigan qilib bir naqsh usuli qilib qolgan, o naqshlarni, usullarni o'zimizning Xitoylarga usul ko'ylaklarni kiygizib, Uyg'urlarning usulini o'ynatib qildik. Endi yana bir 2 million, 10 million Uyg'urni Xitoy nimishga akib yerlashtirib, mana shu Uyg'urlar baxtli yashayotdi degan bir yolg'on safsata ostida biz o'zimizning dunyoga ulushish maqsadlarimizni amalga oshirib ketaveramiz deb o'ylagan Xitoy. Ammo undaq bo'lmadi. Bu yerda men shaxsan Baluch xalqininki isyankorlik ro'yidan faxrlanaman. Ular ko'chalarga chiqib namoyishlar qilyapti. Guadapurtdan bermaymiz. Bir g'ayr yerimizni sana bermaymiz Xitoy deb to'xtamay ko'chalarga chiqib norozilik namoyishlar qilyapti. Balujiston azodlik tashkiloti Xitoyning oldiga chiqib shunchalik qattiq hujumlarni qilib, Uyg'urlarning o'rnida Xitoyga qarshi o'zining vatanini, zaminini, yer osti boyliqlarini qo'g'dashdan iborat muqaddas burchini ado qilyapti. Men bu yerda ularni cheksiz faxrlanganligimni bildirman va salomlarimni bildirman. Ular pek qahramon bir xalq ekan, Balujiston xalqi. Tuanda biz shu 2019-yili shu Balujiston azodlik harakatininki eng oldiga kelgan liderlarining biri bo'lgan Harbray Mari degan kishini. Bu kishi Baluch xalqaradagi Baluch harakatininki lideri bo'lgan Navob Kahir Baxsmari degan kishiniki o'g'il bo'ldi ekan.
2019 yılı şu Sunday Guardian, yani Yeşembe Karavuli, Yeşembe Kogduvchisi yoki Yeşembe Karavuli degan bir gazetniki muxbirning ziyoratini qabul qilgan. Muxbir shu chog'da shu Balochistonning lideridan shunday so'raydi. Harbrayden. Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori, ya'ni CPEC, Balochiston xalqi uchun bir ne'matmi, bir manfaat keladigan bir narsami yoki bir falokatmi? Balochiston ozodlik harakati tashkilotining lideri, ya'ni Balochiston xalqining lideri shu savolga mundaq deb javob berdi. Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori, ya'ni CPEC biz uchun, ya'ni Baloch xalqi uchun Xitoyning askariy zo'migarligini kengaytishdagi bir mustamlik qilish projesi deb qaraymiz. Buni hech bir vaqt biz Xitoyning shirin tushi, dunyoga manfaat beradigan, Pokistonni taraqqiy qildiradigan bir proje deb qaramaymiz, balki Xitoyning askariy zo'migarligini kengaytishi va mustamlik qilish bir projekti deb qaraymiz deydi. U kishi yana Pokiston Balochistonning ana ishg'olchisi deydi. Hozir Balochlar Pokistonningki kontrolli ostida bo'lib, Pokistonning mustamlikasi ostida, xuddi Xitoy biz Xitoyningki mustamlikasi ostida bo'lganimizga o'xshash. Va Pokiston Balochistonning ana ishg'olchisidir va shundaqla o'zininki shaxsiy manfaatlarini ko'zda tutib Balochiston'ni Çin'ga kiralab beryotidi, ijaraga beryotidi deydi. Yani shundoq deydi bu kishi. Xitoylar 2048-yilga kelganda o'zininki Xitoy nopusining Balochlar nopusidanmi oshib ketganligini o'zininki dokladlarda e'lon qildi. Onundan başqa 2023'e kadar Guadarda 500 ming Xitoyni yerlashtirish 500 ming Xitoy yerlashgan Xitoyning bir shahriga aylantirish planim bor deydi. Yani buni Xitoy o'zining ikkinchi Sharq Turkistonni qilmoqchi plani bor, Balochiston'ni. Yana bu Balochiston ozodlik tashkilotininki boshlig'i shunday deydi. Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori, ya'ni CPEC Balochiston uchun bir hayot mamot koridoridir. Bu hargizmi bir taraqqiyot koridor emas, bir hayot mamot, o'lim yo qolim koridoridir. Xitoy Balochistonda Putrab, Jivani va Sonmiyamida dengiz va harbiy baza qurganda bu Baloch xalqiga tahdid bo'lib qolmay, ayni zamanda yana Hindiston, Amerika va Yevropa uchun bir askariy tahdid deydi. Balochiston yana intayin muhim bo'lgan bir strategik coğrafiyaga sahip bo'lib, Xitoy agar bu yerdagi kontrolligini qo'lga olgan vaqtida Janubiy Osiyo, O'rta Sharq va uningdimi uzun coğrafiyalarga askariy kuchlarini avatalaydi deydi. Muxbir yana shunday savol so'raydi. 2018-yili Pokistonning Karachi shahridagi Xitoy konsulxonasi portlatish hujum uchirgan vaqtida Xitoy va Pokiston taraf o'xshashlar shu Balochiston ozodlik tashkiloti qildi bu ishni deb qaragan va sizni shu sababli ayblagan Balochistonliklar, ya'ni Balochiston xalqi Xitoyni o'zining dushman deb qaramdi.
agar dushman deb qarasa nima uchun degan savolni so'raydi. Balujiston ozodlik harakati tashkilotininki boshlig'i bu savolga mundaq deb javob berdi. Aniqki Xitoy Baluch davlatining dushmani Pokiston bilan hamkorlashish orqali Baluch xalqining dushmaniga o'xshash harakat qiladi. Pokiston bilan Jungo o'zlarining kengaymichi razil loyihalari va iqtisodiy foydasi uchun Balujiston ustidagi Punjab mustamlikasini kuchaytirishni xohlaydi. Ben tilga ilib o'tganimdek atalmış Jungo Pakistan, ya'ni Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori iqtisodiy yoki taraqqiyot koridori emas, u harbiy qurilish bo'lib, Xitoy Baluch dengizida mavjud bo'lib, O'rta Osiyoga boradigan savdo yo'lini kontrol qilmoqchi deydi. Anayt to'g'ri bir tahlil bu. Karachidagi hujum va men nomzodlik ko'rsatishga kelsak, ya'ni meningdan ko'rish Karachi Xitoyning Karachidagi elchixonasini portlatish masalasini Baluch ozodlik tashkiloti va meningdan ko'rishdagi masalaga kelsak, bu ayblashlarni men tubdan rad qilaman deydi. Yana shundoq deydi. Baluch ozodlik tashkilotininki boshlig'i bu muxbirning ziyoratini qabul qilish jarayonida men shuni ta'kidlaymanki, xalqaro qonunlarga asosan Baluchlarning o'zini va davlatini chet el ishg'olchilari va mustamlikachilardan qo'g'dash huquqi bor. Xitoy bilan Pokiston bir lo'kchak davlatlardir deydi. Ular jinoyatchi va millatimizni yo'qotishni xohlaydigan ishg'olchilar. Pokiston azaldan urush qonuni va xalqaro ahdnomalarga amal qilmagan asosda qurolsiz kishilar, ayollar va bolalarni nishon qilib kelgan, izdiraksiz nurg'un baluchlar yo'qolib ketgan deydi. Undan boshqa Hindiston bosh ministri Modi 2016 saylamda Baluch xalqining taqdiri masalasini tilga olgan bo'lsa, ammo bu haqda unumli bir qadam bosilmagan. Natijada Pokiston Hindistonning ta'siriga uchragan degan qarash bilan nurg'ulg'an Baluchlarni qo'lga olgan. Ammo Modining mushu bir signali Hindistonning mushu rayonda bir Baluch ozodlik tashkilotini qo'llash o'yining borlig'ini ko'rsatib turibdi. Endi biz Gwadar porti nima uchun Xitoy uchun shunchalik muhim, texmi ishkirlagan holda munozara qilib boqaylik. Xitoy Gwadar porti orqali qo'sh foydaga erishadi. Buning biri energiya import qildi. Paris qo'ltig'i orqali kelgan 50% energiya Gwadar porti orqali Xitoyga qo'shildi. Xitoy Gwadar porti orqali Arab dengiziga bevosita o'tish fursatiga erishib, neft va tabiiy gaz importini texmi o'ng'ay, texmi tez holatda qo'lga keltirdi. Navbatda Xitoyning nurg'ulg'an energiya va neft to'shiydigan kemalari Malakka bo'g'ozi orqali to'shildigan bo'lib, Malakka bo'g'ozi xalqarodagi eng jiddiy va aldirash, tor, qisqiston xatarlik bir bo'g'oz deb qaralayotgan boshqa Xitoy yo'llanishini o'zgartib, bu Malakka bo'g'ozidan chiqib, shortcut deb qo'yamiz, qisqa bir yo'l orqali Gwadar portini Baluchlarning qo'lidan tortib olib, o'zining manfaati uchun bir mishada qora qo'lni sunib uga silish. Xuddi Sharqi Turkistonda qandaq bir mustamlikasini barpo qilgan bo'lsa, ikkinchi qatamda Baluchistonda Gwadar portining bo'yida Xitoyning manfaatlari uchun tinish bir yo'l bo'lib hisoblanadigan bir Gwadar portini shakllantirishni niyat qilgan. Xitoyning kelajak plani Gwadar porti orqali energiya erishishga emas, yuqorida Baluch ozodlik tashkilotining liderimi deb o'tib ketdi. Ham dunyoning hammasi bo'pmi Uyg'urlar bek tonish bo'lgan bir ish. Xitoyning kelajak plani hargiz Gwadar porti orqali energiyaga erishishlar emas. Bu yerda bir askariy ya'ni askariy baza qurish orqali Amerika, Hindiston qatorliq davlatlarning bu rayonlardagi ta'sirini azaytish, bu rayonlarda Baluch degan bir millatning yo'qligini, nurg'un shu Xitoy ko'chmanlarini ko'chirib akilib, Baluch degan millatni, Balujiston degan ismni bir
tarixdan süpürüp tashlab, xuddi Uyg'urlarni süpürüp tashlagandek bu yerda Xitoyning mustamlikasi oxirida uniki Pokistonnimi nurg'un mablag' solgan yerlarini qarz pulini qaytaramading degan bano bilan Pakistanning nurg'un yerlarini tartib etish orqali oxirida o'z yasagan shu Xitoy Pokiston tosh yo'llari, yuqori sur'atli tosh yo'llari orqali Pokistondan besib olish. Mushundaq bir rezil planlar so'zilib yotadi bu Guada port atrofida Xitoy ipirayotgan qurilishlarda. Endi 10 yil o'tgan bugungi kunda nurg'ulg'an davlatlar Xitoyning qarz pul to'siq strategiyasining mohiyatini tanib yetyapti. Hozir nurg'ulg'an davlatlar Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori, bir belbog', bir yo'l, undan keyin Xitoyning shirin tushi degan iboralarni sal oz ishlatadigan bo'lib qoldi. Ham bu iboralardan voz kechib, buni Xitoyning qarz pul to'siq strategiyasi deb atayotdi. Xitoyni bara dunyo ham tushunyotdi. Xitoy endi shuning uchun g'ulaydiganga ham oz qilyotdi. Endi Balochistonda yuz berayotgan yana bir muhim ish, Balochiston'dagi shu janubidagi Hind okeani tutishadigan Guada portining yonida Xitoy Guadar xalqaro aerodromini yasash qurilishini boshlagan bo'lib, 2019 yılda Pakistan'ın sobiq baş ministri İmran Khan tarafidan bu qurilish tasdiqlangan va Xitoy qurilish shirkatlari tarafidan ish boshlagan. Keyin İmran Khan parxo'rlik jinoyati bilan turmaga tashlandi. Pakistanning yangi baş ministri Shafaq Sharif aerodromning Pakistan uchun cheksiz fursatlarga ichilgan bir ish ekanligini tasvirlagan. Shu aerodromningki bitish marosimida, ammo reallik boshqacha. Xitoy Guada portini xuddi Guangzhou yuqorida deb o'tib ketganimizda Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong va yoki Dubayga o'xshash bir shahar qilib qurib chiqishni ham xayol qilgan. Ammo oradan 10 yil o'tgan bugungi kunda Guada porti qop-quruq. Guada portini barpo qilish uchun minglarcha kishi uylaridan ko'chirildi. Ammo nurg'unlagan oilalar texcha boshqa joylarga yerlashish tazminotini qo'lga ip bo'lmadi. Pak suv va to'q qiyinchiligi hozirmi mavjud. Baliqchilarning bu rayondagi baliq tutishlari cheklanib uchrayotdi. 10 yil bo'lgan bugungi kunda Xitoy nurg'un mablag'ni bu yerga solgan bo'lsa-mu, lekin bir kemisimi texib Guada portidan Hindiston dengizidan Arab dengiziga o'tib boqmadi. Bir tal baliqni Xitoy tutib bo'lamdi. Nimishga bu yerda shu Balochiston azadlık təşkilatı Xitayning oldiga chiqib, nurg'un terrorchilik harakatlarini olib berib, sen bu zaminning iqtidorchilik huquqini hargiz qo'lingga olamaysa, bu yerda mustamlika qilolmaysa deb qattiq qarshilik bildiryapti. Yani shu etnik Baloch xalqi har kundagidek ko'chalarga to'kilib namoyish qilib, Guada porti yasashning o'zlariga hech qanday manfaat ip kelmaganligini o'tirib qo'yatdi. Hamda o'zlarining tabiiy boyliqlarining talon-taroj qilinayotganligini bildiryapti. 2024 yil martda Baloch Liberation Armiyasi, ya'ni Balochiston ozodlik armiyasi Xitoy fuqarolari va Xitoy mutaxassislariga qarata o'zini o'ldirib olish xarakterli hujumlar qo'zg'atdi. Bu yerda nurg'un Xitoy fuqarosi va 7 nafar Xitoy injenerlari o'ldi. Bu Balochiston ozodlik harakati tashkilotininki tarixda ip bo'lgan eng cho'ng Xitoy fuqarolari va Xitoy injenerlariga bir yo'l Xitoy Pokiston iqtisodiy koridoridagi shu yo'lni planlayotgan injenerlarga qarata ip bo'lgan muvaffaqiyatli va cho'ng ko'lamli bir hujum bo'lib hisoblandi. Bundaq sharoitda Pokistonga Xitoylar ishligili kelamdi, hargiz kelmaydi. Biz Xitoylarning mohiyatini, psixologiyasini intayin yaxshi biladigan millatku biz. Nəhayət qo'rqanchaq bular. Bir yer, masalan, G'ulji 5-fevral inqilobi mezgilida G'uljidagi shunchalik nurg'un muntazam qurolli askarlari, harbiy qo'shinlari, bintallari, harbiy rayonlari, hatto 3-4 Uyg'urga birdan askar, qurolli avtomat askar to'g'ri keladigan, ashunda qattiq qo'g'dilayotgan
G'ulji şäherdimi şu 5 fevral G'ulji partizanlar ippagan partizanlyk hareketlerden qo'rqup, G'uljidagi bütün Xitoy ishkirga qarab qaçqan şu G'uljidagi qatnash bekatlari qistan bo'lib ketgan. Şu yatqan necha kunlab şu biletler qistan Ürümchiga mangadigan avtobus biletlari pek setilish tas bo'lib ishkirga qaçqan. Bular Pakistan'a endi işligini kilişi bek təski toxtaydı deb oylayman. Bu məndən qaraganda Xitay bir yerdə patqaq bitib qoyatıdı. Endi Xitay şirketlərinin Xitay Pakistan iqtisadi koridoruna sağan məbləği 100% məbləğ siğadamda bir yerdə yana bir aldamçılıqның bağlığını oturğa çıxıvatıdı. Bir yerdəki Xitay şirketləri bu Xitay Pakistan iqtisadi koridoruna sağan məbləğinin 90%ni monopol qılğanlığını, az bir qismini Pakistan'a berib atqanlığı haqqında gap söz var. Xitayninki eng çoğ Xitay Pakistan iqtisadi koridorunu iki çoğ qismdan tərkib toplanğan bo'lib, bunun birisi Xitay Pakistan taş yolu. Xitay Pakistan taş yolunu qurup Şianның Qashqardan Qarqorum tağlarına teşip yuqorida deganimizdek Pakistandan çoğ ko'lamlik çoğ bir taş yolunu yasab G'oda portiga tutashtirgandan keyin bu kichikgina bir baliqchilik kemasiga shunday çoğ taş yollarni yasab tutashtirib kangri o'zining harbiy mashinalarini kira oladigan özünün mallarını roman toşa aladigan yuqori suratlik yuqori sifatli taş yolunu yasab G'oda portiga tutashtirgandan keyin ikkinchi muhim tuguni G'oda portini yasab chiqish va ishga kirishtirishdi. 10 yil bo'lgan bugungi kunda G'oda porti hech qanday butkuni yo'q. Ham uning ustiga Xitoy u yerda bir G'oda aydirimi yasashqa məbləğ sivatıdı. Yerli xalq G'oda porti və G'oda aydirimining Xitoyni betib Pakistan və Baluch xalqini namratlaştırdıgan bir tür ekanligini tanib ketdi. 2018 yıldan 2022 yılgacha bo'lgan Xitoy Pakistan o'rtaq sherikchilik ahdnomalardagi ishlatilgan iboralarga bir qarab baqaylik. Bu 4 yilda Xitoy Pakistanni Xitoy tashqi siyosatidagi eng muhim sherik deb atab kelgan, eng muhim sherik ahdnomalardan shunday bitilgan. 2023 yilga kelganda bo'lsa, bu eng degan kuchlantiruvchi sifat chiqib muhim sherik deb olgan. Ya'ni Pakistan Xitoyning muhim sherigi deb olgan. 2024 mi shunday eng muhim, eng kuchli sherigi degan so'z chiqib qolgan. Bu savollar bizni o'ylantirdi. Gerçi Xitoy taraf og'zida G'odar shahridagi yo'qsillarga besh yo'l ichib beradiganligini so'zlayotgan bo'lsa-mu, ammo G'odar portini yasash uchun ko'chirilgan nurg'unlagan oilalarning texnicha boshqa yerga o'rlashtirish haqqi olmaganligi ma'lum. G'odar porti Xitoy Pakistan iqtisodiy koridor qurilishdagi yuqorida deb o'tganimizdek ikkinchi halqali qurilishning markazi. Ammo Xitoy hozir Pakistan yuqori suratli tash yo'lini yasab bo'lgandan keyin to'xtab qoldi. Pakistan tarafından olgan barliq bexatarlik tadbirlari hozir Balochistonda yo'q chiqayotgan bo'lib, butunlay bu Xitoy Pakistan iqtisodiy koridori relsdan chiqargandek ko'rinyapti. Aldınғы 3 yıl jarayonida Pakistan bir munchilg'an terrorlik vaqalar yuz berdi Pakistan'da. Buni Balochiston ozodlik harakat tashkiloti ifodi. Xitoyning Pakistandagi manfaatlari va Xitoy mablag' solgan turlarda ishlaydigan Xitoy fuqarolari va Xitoy mutaxassislarining bexatarligini qo'g'dash Pakistan'da bir masala bo'lib qoldi. Buningga Xitoyning qo'rqinchoqligini qo'shgan vaqtimizda bu texnik bir masala bo'lib qoldi. Bu yerda undaq portlatish vaqalari bo'lganmisa Xitoylar ayada qechib qatdi kelmaydi. Biz 5 fevral G'ulji vaqasiz bek kulgan Xitoylarning mahalimizga Xitoylarning Qashqadan qarab shunchalik qattiq qo'g'dayotgan tusmi.
Xitoy tarafı bexatarlik jihatda andisha his qilayotganligini qabul qildi. Mushu CPEC ya'ni Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori yerlik aholilarni ish bilan ta'minlaydiganligi haqida va'da bergan bo'lsa, ularning hech qaysisi amallaşmadi. Bu xil ahvol yerlik balduchlar bilan Pokiston hukumati va Xitoy o'rtasida sirkilish, ya'ni cho'nqur sirkilishlarni paydo qilayotgan masalalardan biri. O'tgan hafta Gwadar aydirumining ichilish murosimiga yana Balochiston ozodlik armiyasi buzg'unchilik qilib murosimning ichilmaganligini Balochiston ozodlik harakati tashkilotining to'r betida shunday bayonot berdi. Buni bana qilib orqadan Pokiston soqchi taraf Balochiston ozodlik harakati tashkilotiga zarba berish harakati tashkillab 18 Baloch kishini qo'lga olganligini e'lon qildi. Matbuotlar Xitoyning Pokistonga bu ishda yordam berganligini ta'kidladi. Demak, Xitoy Pokistonda bir urushga kirib qilyotdi. Bir patqaq ketib qilyotdi. Bu yerda Guhada portini qurish oyoq tashlanib qilib, bu yerda Balochiston ozodlik harakati tashkilotining yoki partiyasining askarlari bilan Xitoy urushyotdi. Hamda men shu Balochiston va Balochiston ozodlik tashkiloti haqida program tayyorlash jarayonida shunday bir narsaga diqqat qilib qoldim. Balochistonning shimol tarafi ozroq shu Afg'oniston bilan chegaralangan. Bizning hozirgi mustaqillik harakatlarimiz qilayotgan qurolli kurashlarimiz qilayotgan kishilarimiz hozir Suriyada bular 10 ming kishidan oshdi deb anladik. Buning ichidagi askarlar 5 ming atrofida bo'lishi mumkin. Ham Suriya mustabid hokimiyati amaldan qoldirilib, Suriyada demokratik bir Suriya hukumati maydonga kelgandan keyin shu davlat qurishning oldingi shartlariga asosan bularni qurolni tashlashga qisilishi mumkin. Bu tabiiy bir ahvol. Shundaq bo'lgan vaqtida men o'ylab qoldim, shu Afg'onistonning shimoli bilan chegaralangan. Burunmi Afg'onistonlik Uyg'urlar Afg'onistondan Suriyaga ketgan. Mencha shu Suriyadan Afg'onistonga kelib, Afg'onistondan Balochistonga kelib, shu Uyg'ur qurolli askarlarimiz Balochiston ozodlik harakati tashkiloti bilan birlashsa bo'ldi ekan degan bir xiyol diqqatimdan kechib qoldi. Kelajakda burun Xitoy qarshi qurolli harakatlar Afg'oniston, Suriyada Sharqiy Turkiston ozodlik tashkiloti yoki Sharqiy Turkiston islomiy harakati tashkiloti qatorliq tashkilotlarimiz shu yerlarda harakat qilgan bo'lsa, endi bundan keyin shu Hindistonning qo'llashi, Amerikaning qo'llashi bilan shu Uyg'urlar va Balochistonliklar birlashgan Xitoy qarshi bir qurolli tashkilot shu Balochistonning markaz qilgan holda qurilib qilish imkoniyati bormi, qanday deb o'ylab qoldim. Ham shunday bo'ldi-ligiga ishonchim komil. Bu Balochistonning yaxshi bir o'rinkan. Xitoyninki toza jon tomiri joylashgan, yuragi hisoblangan shu Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori joylashgan bir o'rinkan. Xudoyim bo'lsa shunday bo'lib qolganligi ishonman. Ham Balochistonninki bayrog'iga qarasam, bayrog'idami bizning ovarang bayrog'imizning rangidagi ovarang bir rang bor ekan, boshqa ranglar bilan yondosh kelgan. Ham Balochiston xalqi bilan biz taqdirdosh, ham musulmon, ham Xitoyninki ikkinchi Sharqiy Turkistonni bo'lish xavfiga duch kelayotgan bir o'rin bo'lganligi uchun shu Balochistonning kelajakdagi Xitoyga qarshi strategik bir baza qilishda shu Baloch xalqi bilan birlashish nihoyatda muhim ekan deb qaradim. Bugungi Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi nomli programmamning 4-qismi, ya'ni bir yo'l bir belbog'ni bo'ylab Balochiston va Baloch ozodlik harakati tashkiloti haqida ishlagan programmam mishada oxirlashdi. Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi nomli programmamning keyingi qismlarida ko'rishguncha omon bo'linglar, umidvor bo'linglar. Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi.